Bugun sizlar bilan vodilimizda chiroyli, fayzli ko'chalarni shunchaki aylanamiz. Yoshligimizda bunaqa tarvuz to'plab bo'lardi. Hammalaring sog' bo'linglar, tomosha qilayotganlar ham. Puliga kelib turinglar. Qaramayapti. O'sha navbatni kutib turishdi. Hozir ularni bir suhbatlarini olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Ha, unutdi o'sha. E'tiborda bo'lish yaxshida. Keyin qizlarning diqqat e'tiborida bo'lishni yaxshi ko'raman. Ularning o'tli nigohlari yoqadi. Go'zal qizlar atrofimda kirdi kapalak bo'lsa deyman. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ertasidan orasida nima gap? Tinchlik hamma yo'q, yaxshi. Tinchlik. Kelaverasizlar. O'zim gapirib qo'ydimki. O'zingiz gapirib qo'ydingiz. Assalomu alaykum, qadrli Vodili About kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan vodilimizda chiroyli, fayzli ko'chalarni shunchaki aylanamiz. Qani ketdik birgalikda. Baqirmasdan sekin gapirsa ajoyib bo'lar ekan. Bu soydi bo'ylari. O'zi odatda yo'l mana ko'prikdan o'tgandan keyin asosiy yo'l mana ketsa, lekin ko'pchilik odamlar mana shu yo'ldan yuradi. Nimaga aytsalaring, mana soydi bo'yida, ayniqsa shunaqa havoda yursa mazza bo'ladi-da. Xotira maydonida o'rindiqlar bor. Yaxshi o'tirsa bo'ladi, dam olib, soyga qarab. Bitta Rivoj 98 mehmonxonasi. Ko'pchilik vodilli odamlar mana shu yerda men birinchi ishlaganimda shu videolarimdan ko'rgan ko'pchilik. Undan keyin Vodili About loyihasini undan keyin boshlaganman. Shu loyihani men o'tgan yili xuddi shunaqa paytlarda men shu Rivoj 98 mehmonxonasida SMM menejeri bo'lib ishlardim. SMM menejeri ham polni videolarini o'zim olib joylardim. Ko'p odamlar meni o'sha videolar orqasidan tanigan. Mana bu manzaraga borib bitta like bosib qo'ymasalar bo'lmaydi, chunki u vodildagi yagona atmosferasi juda ham zo'r bo'lgan yagona muzqaymoqxona shu bo'lsa kerak. Ayniqsa bu kech payt juda ham chiroyli ko'rinadi, chunki chiroqlarni juda ham zo'r qilib bezatishgan. Bu ayron. Mana shu yerda ayron ichganlar bormi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Yoshligimizda bunaqa tarvuz to'plab bo'lardi. Rosa mazaq o'ynardik. To'p deganda xayolimizga faqat shunaqa to'plar kelardi. Mana bunaqa boshqacha rangli to'plar bo'lmas edi. Faqat shunaqa tarvuz to'plab bo'lardi yoshligimizda. Qormang, tog'a yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Gap o'tib olamizmi? Bu yerda Asadullo akaning sartaroshxonasi. Klientlari bormi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Undan tashqari mana bunaqa batutlar bo'lardi. Yoshligimizda ham xuddi shunaqa rang-barang bo'lardi, hozir ham xuddi shunaqa ekan. Kim yoshligida mana shu batutlarda orqamacha umbaloq oshib ko'rmoqchi bo'lgan? Ana muxlislarimiz. Oling. Ashetta Oybek ham kichkinagina do'konchalar bor. Agar bilsanglar, shu Vodili Aboutda birinchi odamlardan so'rovnoma olishni boshlaganimizda har 3 ta videodan 4 tasida shu Oybek ham chiqardilar, chunki Turganimga mana 26 yil bo'libdi. Kechagidek oldimda hamma yo'q. Albatta yaqin do'stlarim bo'lgan, deyarli hammasi men uchun do'st. Birinchi bo'lib ham syomkaga chiqqanimizda birinchi bo'lib Oybek aka unaganlar. Syomkaga tushishga birinchi Oybek aka unaganlar. O'sha yerda o'zlari o'tiribganlar ular. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizmisiz? Mana o'sha olganga keldim-da Oybek akadan. Mashallah. Oybek aka, mana sizni vodilli odamlar ko'ryapti. Siz vodilli o'zingiz tanishlaringizga, tilaklaringizni bildirishingiz mumkin mana. Men tanishlarim doim sog' bo'lsin, omon bo'lsin baxtimga. Men tilagim shu. Tanishlaringizdan tashqari odamlar-chi? Hammasi zo'r bo'lsin, baxtli bo'lsin. Hamma vodilli odamlar sog'-salomat yuraversin. Men ular ayniqsa men ular. Xo'raz makilar nima bo'lsa, Xo'raz makilar. Mashallah omon bo'lsin. Hammalaring sog' bo'linglar, tomosha qilayotganlar ham. Katta rahmat. Siz ham bozorlaringizga baraka bersin. Doim mana shu yerda sog'-salomat bo'lib yuravering. Hop, yo'lda davom etamiz umuman. Xullas, mana shu yo'l tepadagi krugdan boshlab pastki Mo'tabar zaminda oshxonasigacha borardik. Bizda doimiy marshrutimiz bo'lardi. Vodili Aboutga qachon syomkaga chiqsak, mana shu yerdan boshlanardi, oxirigacha borardik. Ba'zi bir paytlarda
bitta odam intervyu berardi, ba'zi bir paytlarda zo'r tema bo'lsa, 10 tadan oshiq odamlar ham intervyu berardi. Mana shu yerdan tugatardik. Oxir o'sha yerga borardik-da tugatardik. O'sha hamma tugardi o'shanda. Butun komanda tugardi. Doston akam, men ashancha yo'l bosib o'sha yerga borardik. Plus shu bilan marshutimiz shunaqa bo'lgan. Doim mana shu yerdan to'g'ri pastga tushardik. Qaytib chiqayotganda ham agar odamlar bersa, olib ketardik. Shu bilan bitta video chiqardi. Har yozda har kuni bitta videoni ustida bir kun bosh qotirardik. Ha bolalar, nima gap? Charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Nima gap? Mana o'rtoqlaring ko'ryapti, o'zlarining tengdoshlaringga nima deysizlar? Nima deymiz? Xo'p. O'qiylar hozirda endi. Hozir zamon o'qiganiki, shunga hozir hamma o'qib kelajakda yaxshi odamlar. To'g'ri. Malades. Fikrlar uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, biz yana davom etamiz. Xo'p, bizda yangi pirojkaxona ochilgan mana yerda. Undan tashqari bu yoshligimizda majnuxona bo'lardi bu. Hozir mana yerda chiroyli qilib batutlarni olib kelib qo'yishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas, manzarasi juda ham chiroyli. Men eslashim bo'yicha shunaqa, men yoshligimda Vodilda fontan birinchi mana shu yerda bo'lardi xolos. Boshqa joyda bilmayman, mendan oldingilar nima deydi-yu, men yoshligimda eslaganimda birinchi fontan faqat shu yerda bo'lardi mana. Mana ko'rsatingda, u fontan eski fontanda o'rni turibdi. Juda ham chiroyli bo'lib otilardi-da oldin. Hozir bilmayman, ishlayaptimi yo'qmi? Keyingi odamlar kelyapti, to'xta. Nima deysiz? Umuman o'zingni gaping mana, tengdoshlaringga o'zingni gaping, nima deysan? Pulaga kelib turinglar. Pulaga kelib turinglar ekan Shiroz o'rtoqlari. Ketdi yo'lda davom etamiz. Qo'y. Bu joy mana masjid ko'chasi. Mana shu yerdan to'g'ri borsalaring, qayerga boradi? Chimyon ko'cha bu ko'cha. Keyin yo'lning o'rtasida Paxtakor ko'chaga ayrilib ketgan. Akalarimiz kuzatishadi shekilli. Nima deyaptim, shu Chimyon ko'cha ikkiga bo'linib ketgan Paxtakor ko'cha. Paxtakor ko'chada Do'stlik ko'chasi bor, men uyim bor o'sha yerda. Men doim taksida yurganda o'sha taksi akalar biladi. Agar ko'rishayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketishadi. Madaniyat uyi. Bu yerda har xil shu tadbirlar, bayramlar bo'lganda yoki konsertlar o'tkaziladi. Xo'p. Undan keyin biz mana o'zimizni milliy brend Voxdil oshxonasiga yetib keldik. Xuddi shunday Vodilimizni nomiga mos Voxdil qilib ochishgan mana. Juda ham chiroyli oshxona. Ko'p joyda fast food bo'ladi, bu yerda ham bor, lekin bular asosan milliy taomlar qilishadi, Yevropa taomlari ham qilishadi. Qanday ochilgan Voxdil Ice. Mo'minov nima gap? O'zing tengdoshlaringga nima deysan? Sen ko'rib turishibdi. O'zimning tengdoshlarimga salom deb qo'yaman. Salom. Omadini ber. Sog' salomat yurishsin. Yurishsin. O'qishdingmi, o'qimasinmi? O'zlarini. O'zlari bilishadi. Yaxshi. To'g'ri. Rahmat. Sizni ko'rib turgan vodilli insonlarga nima deysiz? Nima deyman endi? Salom aytasizmi yo kimgadir gapingiz bormi? Hamma yaxshi bo'lsin. Jay gapirishdan yo'q. Keslashaverasizlar. Katta rahmat aka, salomat bo'ling. Bo'lmasa biz yo'limizda davom etamiz. Bu bolachalar ko'rsating. Ayva qilinglar. Qaramayapti. O'yin bilan band hammasi. Xo'p, demak biz o'sha vodilimizni eng ko'p joyga tanitgan o'zimizni o'sha eksklyuziv istirohat bog'i, ya'ni Chinor tagi istirohat bog'i. O'zimizni vodilli insonlar tilida aytganda mozor tagiga yetib keldik mana. Hozir bu yerda qurilish ishlari bo'lib o'tyapti. Xudo xohlasa, sezon kelgungacha chiroyli holatga tushib qoladi deb o'ylayman men. Bu yerda juda ham ko'p xotiralar bo'lsa kerak hamma insonlarda, chunki qanaqa bayram bo'ladimi, nimadir tadbir bo'ladimi, doim mana shu yerga kelardik-da. Biz yoshligimizda ham Hayit bayramida, yo bo'lmasam
Biz sinfdoshlar bilan masalan 25-mayda doim hashatga kelardik. Mana shu yerda o'ynab, eng anaqasi, eng qiziq joyi dor o'yinlari bo'lardi bu yerda. O'sha o'zbegimizni milliy polvon akalarimiz kelib, mana shu yerda dor tomoshalarini ko'rsatishardi. Bu juda ham qiziqarli bo'lardi. Xo'p, bizda keyingi ishtirokchi Shermuhammad o'tiribdi ekan. Shermuhammad nima gap? Yaxshimi? Sog'lar, yaxshi. Xo'p, sen ko'rib turgan tengdoshlaringga nima deysan? O'qinglar deyman, o'z kelajaklaringni ko'ringlar, o'zlaring qo'llayinglar hammasi. Aha. Xo'p, sen ko'rib turgan bu bitta o'rtog'ingga nimadir gap ayt. Masalan, qarzini ber deyishing mumkin, kimdandir qarz bo'lsa, ayt. Qarzini qachon berasan? Kim? Ya, o'zlaring. Kimizdan aytasiz? Kimdir qarzi bo'lsa, Shermuhammadga qarzlarini beringlar ekan xullas. Mayli, charcharinglar, salomat bo'ling. Bo'pti. Qani biz yana yo'lda davom etamiz. Amirxon, nima gap? Charchamayapsizmi? Xo'p, yana nima bor gapirgani berdi? Ha? Kim? Ona Ubaydulla akam. Nima qilib turibdilar? Bor so'rab beraylikmi, nima qilib turgan? Ayva. Qo'l ko'tarib qo'ying endi. Bizda keyingisi bitta o'zimizning brend Kiwi Market. Bu yerda juda ham ko'p narsalar bor. Oziq-ovqat, har xil masalan nima, hamma ular super mini marketda bu yerda nima qidirsangiz hammasini topishingiz mumkin. Xo'p. Ustoz barber. Keyingi brend Ustoz barber. Mana ichkarida ustamiz ishlarini olib boryaptikanlar. Mayli, xalaqit bermaymiz, davom etamiz. Xo'p, undan keyin bizda McDonald's. Mayli. Bu yerda nomi bilan o'zi aytib turibdiki, fast food qilishadi. Akalar juda yaxshi qilishadi. Ishlariga gap yo'q. Xo'p. Nima desam bo'ladi? Oldin agar bilsalar, bu yerga birinchi kirganlar biladi. Oldin kichkinagina joy edi. O'tiradigan joyi taxminan 8 tacha ham bo'lmagandi. Undan keyin rivojlanib, mana hozir kattagina joy bo'lib qolgan. Kelib odamlar bemalol o'tirib o'sha ovqatlanishlari mumkin. Lekin men o'sha boshida ochilgan paytida kirganman o'rtoqlarim bilan. Fast foodni o'sha shunaqangi darajada zo'r qilishardiki, o'sha odam sig'may qolardi. Joylari ham kichkinagina edi. Lekin o'sha ham haqiqatda zo'r qilishardi. Hozir ham shunaqa xudo xolasa. Xo'p, yana davom etamiz. Yana bitta brend Vodilda Sifr desa hamma inson taniydi. O'sha kompyuter xizmatlarini legendasi Sifr bo'ladi mana. Bu yerda o'sha qanaqa kompyuter xizmatlari sizlarga zarur bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda sizlar ishingiz bitib ketadi. Undan tashqari o'quv qurollari, konstavarlar, shunaqa taklifnoma chiqarishi ham 25-may yaqin o'quvchilarimizga mana lentalar ham bor ekan. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bizda navbatdagi joy Shahboz akami o'zlarining do'konlari, ya'ni ustaxonalari, ishxonalari. Shahboz aka telefonlarni chochib, yig'ib, zo'r qilib ular xizmatlarini qilib beradilar. Undan tashqari sizlarga telefoningizga kerak bo'ladigan barcha aksessuarlarni, ehtiyot qismlarni shu yerdan topishingiz mumkin. Yana Bodilimizda shu Bitkaminat degan joy bo'ladi. Bitkaminatda tagi desalar, hamma insonlar biladi. Bu Bitkaminat haqida men to'liq ma'lumotga ega emasman. Operator ham bilmaydi. Agar sizlar bilsalaring, o'sha kommentariyada yozib ketasizlar. Va biz o'sha legendarniy Sharsharaf Pitakka keldik. Bitta operator kodini ayting. 50. O'ziga yoqqan 3 xonali son ayting. 333. Assalomu alaykum. O'ziga yoqqan bitta 2 xonali son aytib yuboring. 04. O'ziga yoqqan bitta 2 xonali son ayting. 30. 50 kodi bilan 333 04 30 raqami. Biz bilan bog'laning, sizga sovg'amiz bor. O'rta akalarimiz mana gaplashib, o'sha navbatni kutib turishdi. Hozir ularni bir suhbatlarini olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lar, yaxshimi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Bo'lasiz-ku. Ha, o'tdi o'sha. Siz shu telefonda ko'rishyapti sizni hozir. Ko'rayotgan odamlarga, vodilli odamlarga nima degan bo'lardingiz? Vodilli odamlarga nima deymiz biz endi? Hammalar sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin, omadlarini bersin. Yurtimiz tinch bo'laversin. Va'damiz O'zbekiston poytaxti-ku. To'g'ri. Sport bilan akamiz sport bilan shug'ullanyaptilar.
Hop, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ismingiz nima edi? Muhammad Soda. Hop, sport bilan shug'ullaninglar dedingiz. Qanaqa sport bilan shug'ullanishsin yoshlarimiz? Jismoniy tarbiya, Jismoniy tarbiya, xotini, marjimani, durust. Shug'ullangan yaxshi-da bari. Bo'ldi, katta rahmat. Salomat. Boshqa gapiradigan odamlar yo'q. Qancha o'g'il? Bo'ldi, ketishdi, o'tiringlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizni hozir vodilli insonlar kuzatib turibdi. Kuzatayotgan odamlarga nima degan bo'lardingiz? Hamma alangali salom, sog' salomat bo'lishsin. Sog' salomat bo'lsin. O'zlaring ehtiyot qilishsin. Qaysidir bir do'stingizga o'zingizni ichingizdagi gapingiz yo'qmi? Gap aytadigan. Men do'stlar ishda hammasi. Hammasi shu yerda. Har kun gaplashamiz. Oshna og'aynilaringiz bilan birga ishlaysizlar demak. O'zlaring ehtiyot qiling. Katta rahmat, salomat bo'lasiz. Xo'p, biz yana davom etamiz va bo'ldi. Nomerga telefon qilaverasiz Vodilli Bautda. Xo'p, bizning navbatdagi Vodillimizdagi eng legendarniy joy bu ziyofat magazini. Nomi uncha katta ko'rinmagan bo'lsa ham, lekin ziyofat magazini desa Vodilli bo'lgan hamma inson biladi. Bu yerda o'sha buvilarimiz ziyofatga ketishayotganda dasturxonlar olishadi-ku, o'sha dasturxon olganda ichiga qandaydir pishiriqlar, narsalar solishadi. Shuning uchun bu do'konning nomi ham shuning uchun ziyofat magazini deb qo'yilgan deb o'ylayman, chunki hamma shu buvilarimiz kelib shu yerga ziyofatdan oldin dasturxonlarini, savatlarini to'ldirib, keyin ziyofatga ketishgan. Keyingisi bizda Shuhrat magazini ekan. Hop, oldin Shuhrat magazini shu men bilishim bo'yicha, bu men o'zim shaxsiy fikrim, bilganim bo'yicha aytyapman. Kommentariyada so'kib olmanglar yana. Hop, oldin shu pishiriqchilik bilan shug'ullanishgan. Undan keyin men unaqa kichkinagina supermarket qilib ochib, hozir o'sha o'z faoliyatlarini yana davom ettirishyapti. Undan tashqari o'sha ichkarida ham yana haligacha pishiriqlarni pishirib, o'z faoliyatlarini davom ettirib kelishayotgan bo'lsa kerak. Bu haqida keyin yana Yo'qozbek nima gap? Yaxshimisizlar? Undan keyin Mabikum, bu ham xuddi shunaqa Vodilda telefon aksessuarlarini katta assortimentda sizlarga taqdim qiladigan yaxshi do'kon. Undan tashqari o'sha servis xizmatlari ham bor. Telefonlaringizni bemalol ta'mirlashlaring mumkin. Biz va nihoyat o'sha Vodilimizning yuragi hisoblangan bozor-i vokzalga yetib keldik. Vokzalimizda ham ko'pgina akalarimiz o'sha yerda ishlashadi. Undan tashqari bozorda ham juda ham ko'p odamlar bor. Kichkinagina bo'lishiga qaramasdan bozorimiz fayzli, bunga ko'z tegmasin. Xo'p. Vodilimiz ko'chalarida aylanyapmiz o'z uchun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Xo'p, mana sizni vodilli insonlar kuzatyapti. Kuzatayotgan odamlarga nima deysiz? Men nima deyardim? Avvalambor assalomu alaykum. Vodil ahli, hammalaring sog'misizlar, salomatmisizlar? Hammalaringga umrimiz uzun, nima deydi? Uzoq umr tilayman. Doim baxtimizga sog'-salomat bo'lib yuringlar. Bo'ldi shu. Katta rahmat. Avaz aka, siz nima deysiz vodilli odamlarga? Indimi bu? Ya, indimi? Ayting. Aytyapti, salom deb qo'ying mahalladoshlarimizga. Yo'q, Avaz akam bo'ladilar bizni. Ro'para qo'shnimiz. Vodilimiz gullab yashnasin deng. Vodilimiz gullab yashnasin. Gullab yashnasin. Hammaga insof bersin. Avtobus. O avtobusda ham bizning muxlislarimiz qarayapti, ayva qiladi. E'tiborda bo'lish yaxshi-da. Keyin qizlarning diqqat e'tiborida bo'lishni yaxshi ko'raman. Ularning o'tli nigohlari yoqadi. Go'zal qizlar atrofimda kirdi kapalak bo'lsa deyman. Xo'p, vokzalga yetib keldik. Vokzalda ham ko'pgina shofyor akalarimiz bizni kuzatishadi doim. O'sha videolar qo'yganimizda o'sha videolarimiz haqida gapirib, yaxshi fikrlar bildirishadi. Ular ham jonlari sog' bo'lsin va doim kuzatishda davom etishsin. Mana bunaqa gazli suv kim yoshligida emas, hozir ham ichadi-yu, kim ichgan shuni kommentariyaga yozib ketinglar. Bozorda ichgan tushamizmi, yo'qmi? Amma ayni trendda 8 yoshimda edim, nima bo'ldi? 2 yil bo'ldi shunga. Buni sotayotganmiz dedi mana. 18 yoshimda edi. Xolis 18 yoshimda edi. Qana 3 yil bo'ladi? 2 yil bo'ldi, qancha bo'ldi? Hali video o'zi Vodilli Baut qarang. O'tgan 2025-yilda may oyida o'z faoliyatini boshlagan. Hali may yetib kelgani yo'q. Qanday 3 yil bo'ladi? Nimaga ovoz bering? Qaysi ashulaganmi? Hozir hech qanaqa ashulaga ovoz bermayapmiz, lekin hozir sizni aytib Vodilli insonlar kuzatib turibdi. Butun Vodil ahliga nima degan bo'lardingiz?
hamma sog' salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz sog' bo'lsin. Ishlaringizga omad, sizlar rosa yaxshi kayfiyatda, hammani kayfiyatini ko'tarib yurasizlar. Ko'z tegmasin, bor bo'ling opa. Sog' bo'linglar, ishlaringga rivoj bersin. Katta rahmat, salomat bo'ling. Siz ham savdolaringizga baraka bersin. To'xtov, mani bo'g'ma. O, netdan pulni o'chayotganda ovoz oluvchi ash qolaman. Ha, o'sha 8 yoshimda edi. zo'r prosmotr bo'lgan o'sha. Sog' bo'ling. Avtobusdagilar yomon chiqdi. E'tiborda bo'lish yaxshida, keyin qizlarning diqqat e'tiborida bo'lishni yaxshi ko'raman. Ularning o'tli nigohlari yoqadi. Go'zal qizlar atrofimda kirdi kapalak bo'lsa deyman. Bozorga o'tamizmi? Ketdik. Mana shu peshobod ham vodilimizdagi eng serqatnov peshobodlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa yakshanba bozor kunlarida bu yerda odam tinmaydi. Xo'p, demak biz bozorga yetib keldik. Bozorda birinchi kirishimizda chap tarafda mana akamiz mevalarni sotadilar. Ko'z tegmasin, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yil 4 faslda hamma mevalar kelib topishingiz mumkin. Hattoki mana g'uralarni ham olib kelib qo'yibdilar akamiz. Assalomu alaykum. Ormen, yaxshimisiz? Qalaysan, yaxshimisiz? Zo'r. Sizni vodilli odamlar kuzatyapti. Nima deysiz vodilli odamlarga? Do'stlar. Rahmat. Butun vodilli odamlar kuzatyapti. Siz butun vodilli odamlarga nima deysiz? To'xtang, sizni ham fikringizni bilaylik. Xo'jajon opaga ham navbat keling. Vodilga omad, baxt. Hamisha omad yor bo'lsin. Vodilga baxt tilaymiz. Vodilga nima tilaysan boshqa? Bo'ldi, baxt. Tinchlik, xotirjamlik. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Hoji opa, yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? O'ta sizni butun vodilli odamlar, yoshlar, kattalar ham hammalar kuzatishyapti. Shu umumiy vodilli odamlarga nima degan bo'lardingiz? Hammamizga Alloh taolo tinchlik, omonlik, baxt, saodat, nafaqat vodilimizga, butun yurtimizga, butun davlatimizga, millatimizga tinchlik, omonlik ato qilsin. Tinchligimizni Alloh taolo bardavom qilsin. Hammamiz tinch, omonda bo'laylik. Davlatimizni, yurtimizni Alloh tashqi ichki dushmanlardan Xudo o'z panohida saqlasin. Allohu akbar. Alloh umringga rizqiga Alloh baraka bersin. Allohu akbar. Aytgansiz. Katta rahmat, salomat. Yoshlarga bitta nasihat qilib bering. Yoshlarga nasihat hammasi intifoq bo'lsin, sport bilan shug'ullansin. Bekor yurmasin, ishlasin. Mana prezident aytayapti, sport bilan shug'ullangin deb. Sport bilan shug'ullansa, sog'lom, baquvvat bo'ladi. Oyog'i yoqa-baqa tayib ketmaydi, to'g'ri yo'lda yuradi. Hamma sport bilan shug'ullangin, bekor yurmagin. Bo'lmasa kitob o'qigin, bekor turish o'rniga. Kitob ko'p o'qishin, yaxshi bo'ladi. Fikring omon bo'ladi. So'zga boy bo'lasan, kitob ko'p o'qishin. Duduqlamay gapirasan, kitob ko'p o'qishin. Katta rahmat. Alloh taolo hamma umringga, rizqingga, ilmingga Xudo baraka bersin. Alloh, katta rahmat. Siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Doimo shu bizni bozorimizga, vodilimiz bozoriga fayziga fayz qo'shib yuravering. Siz ham joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, biz davom etamiz. Undan tashqari bu yerda yana oziq-ovqat magazinlari bor, 3 ta qator. Undan keyin bu yerda ham sabzavotlar, ho'l mevalar sotishadi. Xo'p, biz Azbek akami do'konlar. Aslida olmaymiz, men tekin reklama ketyapti Azbek aka. Xat ham so'rashib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men oldim, tushundingmi? Ketdik tekin reklama. Zo'r, hozir 1 minut. Shu vodilda bozorga kirishingizda shundoqqina o'yin qo'lda mana Azbek akami non do'konlari bo'ladi. Har doim sveji zo'r nonlarni olib kelib, shu xalqimizga taqdim etadilar. Jonlari sog' bo'lsin. Kelib Xoyda xolam nonlar sotadilar chiroyli qilib. Kelib hamma vodilli odamlar kelsa, siz chiroyli qilib o'z nonlar qilib berasiz, xoyda xolam. Albatta, quda patir deysizmi, mazali nonlar deysizmi, hammasidan qilib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Qudalar ekik-ekanda olibta patirlarni shu xoyda xolamdan olib kelsanglar bo'ladi. To'g'ri shartga kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Undan keyin bizni yana xolalarimiz. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Assalom. Savdolaringiz bo'lyaptimi? Yaxshimi? Ishlar bo'lyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Qayerdan keldingizlar? Biz shu vodilimizni
Milliy shu brendimiz va Vodil About kanalimiz bor. Instagramda, YouTube'da shu Vodil haqida kontentlar qilib. Mayli. Vodillik kelindaqa. Yana bitta kino qo'yish kerak-da. Kino qo'yamiz xudo xohlasa. Vodillik kelindaqa. Shu vodilli insonlar sizni hozir ko'rib turibsiz-da shu yerda. Shu vodilli insonlarga nima degan bo'lardingiz? Men bu vodilliklarga doim sog'lik tilayman. Ilohim prezidentimizga rahmat. Bizni shunchalik mana hamma yo'qni zo'r qilib, to'kin chochin qilganiga shukr. Sizlarga ham rahmat bo'ling. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Opoq chaqiryapti ekanlar. Hoji tog'ami yana qo'shimcha gaplari bor ekan, hozir bitta eshitib olamiz. Alloh taolo mana kechasini kunduzi demasdan meni qilayotgan Alloh prezidentga Alloh tan jon saqt qilsin. Umriga rizqi Alloh baraka bersin. Qilayotgan ishlariga Alloh muvaffaqiyat bersin. Davlatimizni Alloh dunyo miqyosiga chiqarsin. Prezidentni ham dunyo miqyosiga chiqarsin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Sizlar salomat bo'ling. Ana endi zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi, qo'yaveramiz. Xo'p, bundan keyin bozor tugadimi? Damas Pitakka o'tamiz, ketdik. Shu 1,5 soatlik video chiqsa kerak-a? Assalomu alaykum. To'xtang, bitta savol. Bitta savol ketdimi? Xo'p, bu joyda Damas akalarimiz bo'ladi. Shu Farg'ona vodiliga qatnaydigan legendarniy shu любой mashinani shashqa qilib o'tib ketadigan shu Damas akalarimiz bo'ladi. Mana shu yerda pitaklari Farg'onaga shu yerdan to'g'ri haydashaveradi. Hozir bitta ularni savollarini so'zlab olamiz. Ochinglar, assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshi, savolarga savollar, yaxshimi, charchamayapsizmi? Vodilli insonlarga bitta gapingiz. Vodilli insonlar hammani omadini bersin. Bo'ldi, hamma boy bo'lsin. Bo'ldi, Damaschi akalarga gapingiz. Damaschi ochirtalashmasin. Ochirtalashmasin. Bezochir olishmasin. Bezochir olishmasin, hamma tartib bilan chiroyli qilib yursin-a. Katta rahmat, salomat bo'ling. Bo'ldi. Ketdik bo'lmasam biz hozir Chimyon ko'chaga burilishga o'tamiz. Bu yerda ham magazinlar bor. Undan tashqari yana o'sha mashhur Bansa Pitak bor. Xalqimiz tilida ko'p tarqalgan Bansa Pitak bor. Hozir o'sha yerga o'tamiz. Xo'p, bizda yana bitta mashhur joy Yangichek Pitak. Men yoshligimda bizni ammamlarning uyi Nokentda bo'lardi. Shu Yangichek Pitakka doim kelib, ammamlarga juda ko'p borgandim. Shu Yangichek Pitakda qatnardim. Hozir Yangichek Pitakda akalar suhbatni olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Hali bo'lyapti akalar. Mana so'raveradi. Zo'r bo'lyapti uka. Vodilli sizni ko'rayotgan vodilli insonlarga nima deysiz? Nima deydi? Omadlarini bersa, sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu. Aka, meni xato. Sizda qanaqa gapingiz bor? Vodilli. Omad tilaymiz hammaga shu. Omad. Salomat bo'lsinmi? Sog' bo'ling. Katta rahmat. O'sha akizlarni bir fotoqolib qo'ying. O'tirganlar yangi boylarda. Krakqilib boy bo'lganlar. Krakqilib boy bo'lganlardan ekan akamiz bor. Bo'ldi, xo'p. Bizda keyingi lokatsiyamiz nima? Xo'p, Bansa Pitakka yetib keldik. Bu Bansa Pitakda bizning vokzalimizda kichkina mini vokzalimiz desa ham bo'ladi, chunki bu yerda polni o'sha faqat Bansaga qatnaydigan mashinalar turadi. Bansaga qatnaydigan mashinalarimiz turadi. Bu yerda ham akalarimiz juda yaxshi. Boburjon biznes qilib yuribdi-kan. Nimaga savol yaxshi? O'tang. Bizning tengdoshlarimiz, men tengsan-ku. Tengdoshlarimizga nima degan bo'larding? Hamma vodilliklar ko'rib turibdi mana sen. Shu motivatsiya shu. Da. O'qinglar, gazini bosinglar, o'zlaringiz ustilaringiz ishlanglar. Kimdir biznes, kimdir o'qish, hamma o'zida yo'lda ketadi. Hamma o'zini yo'ldan ketgan yaxshi. Bo'ldi, salomat bo'ling. Xo'p, biz davom etamiz. Undan keyingi yana bitta eksklyuziv joyi. To'xtayman. Keling. Sizmisiz sog'laringiz yaxshimi? To'ylar qalay bo'lyapti, to'ylar? To'y yaxshi. Xo'p, to'yga borganlarda mana shu bolani ko'rgan bo'lsalaring, kommentariyada yozib ketasizlar. Xo'p, mana vodilli insonlar ko'rib turibdi sizni. Vodilli insonlar ko'rib turibdi. Ko'rib turgan odamlarga nima degan bo'lardingiz? Men nomi aka bu. Bo'ldi-ku, shu joylarni qo'yib yuboramiz hozir. Va'damizda keyingi blogeri mana Farg'ona Pro akamiz. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Hali ketyapti ijodlar, zo'rmi? Xo'p, keyingi mana sizga boshqacha savol beraman. Xo'p, keyingi ijodlarda nima yangiliklar bo'lyapti? Yangiliklar endi chiqadi. Qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Salom bolajonlar. Bob
studiya bor. Cho'tka hammasi. Xo'p, bu Nihol Media studiyasi. Umid akamni hozir intervyu olamiz. Nihol Media ha? Ha. Vodil studiya. Bo'ldi, Vodil studiya. Vodil. Xo'p, Umid aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchamaysiz? Vodil studiyaning nima imkoniyatlari bor? Vodilli odamlarga nima beriladi? Vodil studiya to'y tasvirga oladi, reklamalar tasvirga olamiz. Reklamalar tasvirga olamiz. To'ylarda chiroyli narxlarda vodilli odamlarga. O'sha eng arzon narxlarda sifatli kadrlar, xudo xolasa. Sifatli professional apparatlarda, professional jamoa bilan. Xudo xolasa. O'zingiz gapirib qo'yingiz. Ular shunaqa qanaqangi videografiya xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Vodil studiyaga kelaverasizlar. Uni salomat bo'linglar, ishlaringga omad. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lar, yaxshimi? Etazlar orasida nima gap? Tinchlik hamma yo'q, yaxshi, tinchlik. Xo'p, sizga hamma vodilli odamlarga emas, etas ahliga nima degan bo'lardingiz? Tinch bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Hammani oilasi. To'palin qilishmasinmi? To'palin qilishmasin. To'palin qilishmasin. Hamma yo'q yaxshi. Eng muhimi, obed mahallida bolalar so'qin qilmasin. So'qin qilmasin, tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p, undan keyingi bizni eksklyuziv hamma vodillilar taniydigan magazin o'sha Do'stlik magazini. Ma'lumot uchun aytib o'taman, bizning mahalla ham Do'stlik deb nomlanadi. Bu magazindan nima deymiz? O'z vaqtini nafaqat o'z vaqtini, hozirgi kunda ham eng legendarniy bo'lgan magazinlardan biri. Ko'z tegmasin, savdolari to'xtamaydi. Bundan-da ularga omad tilab qolamiz.